Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda men Veko Gamer do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda o'limdan ko'ch musobaqasining birinchi qismini yakunlashga harakat qilamiz. Joyingizga yaxshilab o'rnashib oling, unda biz videoni boshladik. Короче, mana bolla tepaga chiqib oldim. Aytgancha, bolla biza mana shu narsani to'g'rilashimiz kerak. Mening kanalimda atigi 6 tagina obunachi bor ekan. Buni hozir to'g'rilashimiz kerak. Esingizda bo'lsa, mana bu eski kanalimni eslasanglar, bu yerda 3700 obunachim bor edi. Va kelinglar mana shu kanalni ham hech bo'lmasa hatto bir rojini qilib 100 ta obunachi qilaylik. Sizlar menga rahim qilasizlar, to'g'rimi? Rahimli odamlar, odamsizlar, to'g'rimi? Xullas, videoga qaytamiz. Bu o'lim musobaqasi o'yinida 3 ta bosqich bo'ladi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi bosqichlar. Har bir bosqichda bizni har xil qiyin topshiriq kutib turadi. Xo'sh, birinchi topshiriq bizda o'lim rechagi topshirig'i. Bu yerda biz to'g'ri rechaklarni hammasini topishimiz kerak. Lekin bitta rechakning tagida dinamit yashirilgan. Agarda dinamit bor dastakni tortib qo'ysam, xo'sh, bu o'yinda yutkazaman. Xo'sh, birinchisi yaxshi. Bo'ldi. Kayfiyatni tushirmaymiz. Xo'sh, qaysi rechak aytgancha bolalar. Men bundaman. Yaxshi, bu ham tinch. Xo'sh, bola, bu o'yin hech eng kamida 2 ta odam bilan o'ynash kerak. Xohlasanglar, men o'zimga yana bitta nima desam bo'ladi, odam chaqiraman, o'yinchi. O'sha o'yinchi bilan birgalikda o'ynaymiz. Mana. Xo'sh, qaysi bir? Mana. Yaxshi, obunachilar. Shahruz MC, agarda siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying. Xudo xolasa, agarda aktivning ko'tarilib ketsa zo'r bo'lsa, sizni ham kanalingizga reklama qilaman. Agarda siz meni birinchi bo'lib reklama qiling, chunki bu ham tinch. Chunki men kanalim vashcha aktiv bo'lib o'tgan bo'lsa, sizlar ham YouTube'ga mana reklama qilinglar va kanalimni ko'tarilishiga, rivojini qilib beringlar. Bola iltimos. Yaxshi bo'lishlar. Ko'rdingizmi bo'ldi, mana sizlar ham mana shunaqa sheriklar bilan mana shunaqa narsalar qo'yib o'ynasanglar bo'ladi. Yaxshi. Mana o'g'lashlar bu yerda g'irromlik qildingiz. Bular tagida bittasi ham dinamit yo'q demaydi. Dinamit aniq bor. O'rtasini bosdim. Juda ham qo'lim terlab ketdi. Mana shu. Bu ham tinch. Xo'sh. Obunachilar, qaysini bosamiz? Like mi, obunami? Mana bunisi like, mana bunisi obuna. Like, obuna. Mayli, obuna. Yaxshi. Xo'sh, tab buni ham bosib turamiz. Bu ham tinch, ikkisi ham tinch. Shunchaki qo'lim terlab ketyapti. Shahruz MC, siz ham to'g'ri ko'rdim bitta videosida mana короче, shingiz bilan farqli qilib o'ynayapsiz, lekin mana bu videoda mendan ko'prog'ini cho'qibsiz. Iltimos, to'g'ri, mana shunaqa narsalar kuruli, lekin topshiriqlari, qoidasi, ili boshqa narsalarni cho'pmang iltimos. Shunchaki Vatodrop challenge deb qo'yavering otini. Bunday qilib mendan cho'pib, yo'q. Men hech qanaqa haterlik qilmayapman. Shunchaki men rost gapni gapiryapman. Narmi? Yo'q, bu ham tinch. Xo'sh, hech qanaqa haterlik qilmayapman. Men o'zi hype uchun video qilishni yomon ko'raman. Bu ham yaxshi. Shunchaki endi odamlar biror narsasini yomon ko'rishdan bo'ladi. Akalar, haydi video ko'ramiz. O'tga bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta, 10ta, 11ta. Yoki 10ta yo 11ta rechakmi bu? Bu ham tinch. Buni kelsa ham tortamiz. Kelsa ham tinch ekan. Men allaqachon 18 ta dastakni sindirdim, birontasi ham chiqmadi. Moshni obunachilar. Dinamitmi? Voy, dinamit mi? Yo'q. Xo'sh, obunachilar atiga 6 ta dastak qoldi. Qay birda dinamit bor? Bunisi ketdi. Obunachilar 5 ta men. Yo'q, bu emas. Obunachi o'zim yutib qo'yaman bu o'yinni. Bumi? Bu emas. Xo'sh, menda hozir 3 ta dastak qolgan.
Bu mu? Bu mu? Yo'q, bu emas obunachilar. Xaroj obunachilar. Xo'sh, menda ikkita destek qoldi va men hozir 50 tarzda yutib ketishim mumkin. Qay biri bo'lishi mumkin obunachilar? Like to'xtanglar. Mamsi like, mamsi obuna. Xo'sh, qaranglar. Xo'sh. Su li fa. Mana shunisini bosaman. Хорош obunachilar. Biz o'yin o'tdik. Хорош. Короче, men bu destek sindiradigan bo'ldim. O'zi sindiraman deb qo'chaman kerak. Mana. Bombillat. Bombillat. Lekin og'irgacha bombilatmadi. Mayli obunachilar, bu o'yinni o'tdik. Endi ikkinchi raundga. Olg'a, baby. Takada mana biza ikkinchi raunddamiz obunachilar. Qatdan kel. Buni tashaveramiz. Bizga kerak emas. Xo'sh, ikkinchi raundni qo'ydasiz. Короче, bu o'yinni men lavadan qoch deb qo'yman topshiriqni. Xo'sh, bizga jun beriladi. Agarda daqlabisini tanisanglar, Minecraftdagi mana shunaqa junlarni qo'yib o'tib ketadi. Men ham hozir shunaqa qilmoqchiman. Bunda menda imkoniyatlar ko'p bo'lmasa ham zato bor. Xo'sh. Yo'q, hammasini olmay isrof bo'ladi. Yana biroz olib qo'yay. Bo'ldi, 18 ta yetadi. Yetib o'tadi. Bitta. Yondim. O'lib ketdim, jinursin. Asab buzilyapti, короче, obunachilar. 5 tasi ham yetadi menga. Bitta. Xo'rosh, obunachilar, 2 tasini o'tib ketdim. Ko'rdinglarmi? 2 tasini o'tib ketdim. Ikkinchi urinishda yana. Obunachilar, bu yoshi moshniyo. Bo'lmasam 3-raundga va hal qildik. Final obunachilar. Xo'sh, obunachilar, biz 3-raund va eng so'nggisidamiz. Va bu yerda biz uchun 4 donagina narsalar tayyorlangan. Xo'sh, birinchi bo'ldi suv mumkin ekan. Keyin qayiq mumkin ekan, to'r mumkin ekan, slime mumkin ekan. Lekin birinchi raundga slime tushib ko'raylik, qancha bo'ladi. Slime'ni ko'ramiz. Akalar, bizning maqsadimizni yana eslatib o'taman. Bizning maqsadimiz mana shuncha, ya'ni 100 tonna obunachi. Xo'sh, 1 2 3. Xo'rosh, obunachilar, bittada ham omadda akalar. Bittada qilganim. Xo'sh, keyingisi sal qiyinroq bo'ladi. Keyingisiga mayli o'rgimchak to'rni tanlab olaman. Uni ham bitta o'tib qo'yacağım lekin. Akada qaranglar. Birinchi topshiriqda qo'lim yechak topshiriqda ham bo'lib qoldim. Bu yerga lavadan qoch musobaqasida ham ikkinchi urinishimda ikkita bloknigina ishlatib ketdim. Bittigina jon omadim keldi. Hattoki mashitda ham omadim keldi obunachilar. Men hech qanaqa kishi ishlatmayapman. Chiqamiz. Qancha chiqdim. Omadlar, obunachilar. 5 ketinglar. 5. Yo'q, shu obunachilar. Oh my god, Poco. Hammasini o'tib ketyapman-ku. Вообще. Xo'sh, qaysi biri suvmi yoki qayiq? Mayli, video mo'shni bo'lishi uchun ikkalasida ham tushaman. Birinchi bo'lib suvda, keyin qayiqda. Nima deysizlar obunachilar? Yoqdimi taklifim? Ko'ramiz, mana kecham tushyapti, kekirasiz. Xo'sh, endi tepaga 2 soat chiqib o'tiraman. Tepaga chiqquncha bu yerni, короче, montajda kesib tashlayman. Tepaga chiqquncha ungacha esa men chiqib o'tiraman. Короче, men chiqdim. Endi suvda tushishga harakat qilaman. Obunachilar, 5 ketinglar. 5. Voy, barmoqim og'riyapti-da. Bunisida
Vay, ketma-ket o'tib ketayotgandim. Vay. Karotchi obunachilar ko'rayotgan edik. Men tepaga chiqyapman. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Voshshi. Mana xullas yana keldim. Bu safar endi uddalayman. Yaxshi obunachilar, water dropni ukasini qildim. Endi qayiqda tushish navbati. Karotchi obunachilar, endi qayiqda tushaman. Qayiq juda ham qiyin. Xo'sh obunachilar, 5 ketinglar. 5. What the fuck? Faqat qayiqni qo'yishga urib qoldim. Hech chiqsi yo'q. Bile. Sichberdim. Yo'q, sichbermabman. Shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetadi obunachilar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar obunachilar. Bu o'yindan ko'ch musobaqasining atiga birinchi qismi xolos. Ikkinchi qismi chiqishi uchun esa yamg'iranga ayam. Ikkinchi qismi chiqishi uchun esa ushbu videoda hech bo'lmaganda bir prям 5 ta like beringlar. Endi kanal endi boshlangani uchun. Va 10 ta obunachidan keyin keyingi video chiqadi va mana ko'rganlaringdek kakras hammasi lion, tor, qayiq hammasi kakras turibdi. O'sha hammasida bitta o'tdim desam aldaymi? Qayiqda tusha olmadim. Men afsuski mayli. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Asosiy maqsadimiz 100 dona obunachi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib videoga like bosing. Hammaga xayr.